Mana YouTube'dan ham ketdim. Endi nima qilaman? Qaysam ekan? Yaxshi. Tamam bo'ldi. Bela dorim bormidi? Stop. What the hell? Manga nima qildi? Mana o'zimni tanlab qani. Stop. Tepadan. Stop. Tepadan tushdim. Qanaqasiga tushunyapman. Mayli. Do'stlar, men skinimni almashtirdim. Avvalambor hammaga salom. Yana bir marta men skinimni almashtirdim. Almashtirdim desanglar, prosta YouTube'ga ketganimni sababi ham bor. Uni aytaman, lekin hazillashni aytaman. Buni sababi sizlarga podpiska bo'lmaganinglar uchun oxirgi paytdagi videolarimda prosmotr kam bo'ldi va pishim kam bo'ldi. O'shaning uchun skinimni almashtirdim. YouTube'dan ketdim. Keyin hozir skinimni almashtirib, yana nomimni almashtirib qaytishga to'g'ri keldi. Mana qaytdim. Qaytgan munosabat mani kanalimga shunda podpiska bo'lib qo'yinglar. O'zbekmiz-ku. Mana yangi skinim. Kecha ketgan safar YouTube nomi bilan oblokalarni o'zgartirdim. Endi sizlar bilan kizat do'stlar. Terminal bilan endi yo'q. Endi nima qilamiz do'stlar? Endi nima qilamiz? Endi YouTube kanalimni obzor qilamiz. Qanday ketdi. Fotoda koroslar ucharda, o'ta qizarda. Ko'yib ketganda do'stlar. O'shaning ketadi. Va mana Kizat kanali do'stlar. Mana shablon adashasiz. Baba avatarkada to'g'ri o'zim bas prosta qo'yib qo'yaman. Shu tishkinaga kirib ketdi. Mana o'sha akkaunt. Aboneyam 600 edi o'tuvchi. 600 edi shunaqa edi. Abonelarni qaytaryapsizlar. Mana bundan boshlab mana shu kanal Kizat kanali do'stlar. Xayr.